Mana videoda bog'cha opa bolalarni uxlatib, o'zi chiqib ketgan bolalarni yolg'iz qoldirgan. Endi bola bo'lsa aqli olmaydi-ku bunaqa narsalarni. Kravatdan tushaman deb bo'g'ilib o'lib qopti. Bunaqalarga qanaqa jazo berasizlar sizlar? Shu kunlarda ahamiyat beryapsizlarmi? O'ta mas'uliyatsiz bog'cha opalar ko'payib ketyapti. Sal mas'uliyatli bo'linglar. Farzandini sizlarga 9 oy qorniga ko'tarib, urishlaring uchun, o'ldirishlaring uchun bermaydi hech kim. Shu videoni ko'rdim. Kechasi bilan ko'zimga uyqu kelmadi. Bitta ona farzandi 9 oy qornida ko'taradi. Kim bog'chaga sizlarni uringlar, bittasi qo'lini sindir, bittasi ko'zini chiqar, bittasi urib o'ldirib qo'y, bittasi qaramasdan o'ldiraver deb o'ldirish uchun berar ekanda. Bog'chaga sizlarga pul ham to'lab beradi kamida ustiga. To'g'ri o'zi aytishlaring mumkin, ajal. Insonning o'zi ham sabab shu narsaga. Sizlarning fikringlar qanday? Men bilmadim. Men